Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda men sizga o'zimning sistemamni ko'rsataman. U sistema nimaga AI kontentchilar daromad qila olmaydi o'zining videolari orqali shuni tushuntirib beradi va u sistema orqali siz videolaringizni qilsangiz, u videolar ko'p prosmotr yig'adi va u sizning daromadingizni ko'taradi. Mana men sizlarga shunaqa prezentatsiya tayyorlab qo'ydim. Tepadan boshlaymiz. Bu joyda men AI chilarning muammolarini yozib ketganman. Xo'p, birinchisidan boshlaymiz. Bu bir xil kontent. Siz Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, mevalar va mahsulotlar gapiradigan videolar ko'payib ketdi. Shu uchun bunaqa videolarga talab kam va bu videolarni odamlar ko'rmasdan almashtirib yuboradi. Trend format boshlanishiga yaxshi, lekin vaqt bilan tez jonga tegadi. Meni tajribamdan ko'ra, men ko'p o'quvchilarni, ko'p odamlarni ko'rganman, shunaqa trend videolar, shunaqa mevalarni videolarini qilishni boshlagan va u odamlar shunaqa videolarni qilib yurib, undan keyin shu urovingdan, shu darajadan tepaga o'tmagan. Ya'ni shunaqa oson videolarni qilishga o'rganib qolgan va undan keyin reklama video qilishga tayyor bo'lmagan. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Bu kam prosmotr. Kam prosmotr bu boshlovchilarning boshini og'ritadigan narsa. Chunki boshida yonib turgan odam shu AI kontent qilib daromad topaman yoki ko'p prosmotr yig'aman, ko'p podpисчикларni osongina yig'aman deb o'ylab o'tirgan odamlar juda ham tez boshlaydi va har kuni 2-3 ta videoni qo'yib boradi. Va shunaqa qilib, ularning videolarining sifati tushib ketadi va prosmotri tushib ketadi. Kam prosmotr videolar yig'ishidan motivatsiya tushib ketadi va shundan yanada kam videolar qilishni boshlaydi va oxirida tashlab ketadi. Keyingisiga o'tamiz. Bu ideya yo'q. Ya'ni siz o'zingiz trend video qilib yurishingiz mumkin. Va men maymunlarning rasmini qo'yib qo'yganman, ya'ni podkast videodan va ko'p odamlarni ko'rganman, shunaqa podkastlarni qilib yurgan va undan keyin ideyalari tugab qoladi. Bu juda ham yomon, chunki ideyalar tugagandan keyin ular bitta formatni qilishni boshlaydi. Shunaqa mevalar, shunaqa maymunlarning videolarini. Shu uchun shu videoni oxirigacha ko'ring. Men shu ideyalarni qanaqa topishni sizga o'rgataman. Yangi ideyalar yo'q, shundan faqatgina trendlarni orqasidan quvlab yurasiz. Shu sohada o'zingizni ko'rsatishingiz uchun trendlarni siz boshlashingiz kerak. Men o'zimning misolimda ko'rsatib beraman. Siz trend videolarini birinchi bo'lib boshlab bersangiz qancha daromad topasiz. Trendlarni boshlash qancha daromad olib keladi. Mana men o'zimning videolarimni qo'yganman. Shu videolarni siz ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni men bu AI bilan tilni almashtirib gapiradigan video. Bunaqa formatni men birinchi bo'lib boshladim va mening videom 122 ming prosmotr yig'gan. Keyingisi men bu 3 tali format. Meni движенияларni shu avatarlar повтор qilgan. Bu video 2,1 million prosmotr yig'gan. Bu faqatgina bitta video. Bunaqa format videolar juda ham ko'p bo'lgan. Keyingisi esa 1,1 million prosmotr. Bu esa men bu qizga almashtiradigan video. Keyingisi reklama video qiz bilan 40 ming prosmotr. Xo'p, bozorda siz shunaqa trendlarni birinchi bo'lib boshlasangiz, bu qancha daromad olib keladi? Mana yozib qo'yganman. Har bitta trend video kamida $500 dan $1000 gacha olib keladi. Lekin bunaqa videolar qanaqa qilib $500 dan $1000 gacha bitta video olib keladi? Hozir men sizga javobini aytaman. Uni hammasi zakaz tushadi. Shunaqa videolarni qo'yib borsangiz, sizni ko'p odamlar ko'rganidan sizga ko'p tadbirkorlar, biznesmenlar, aktyorlar, blogerlar yozadi. Shunaqa video qilib berdim. Va men o'zimning misollarimni qo'yib ketganman. Birinchisi bu Mirsaid aka. Mirsaid akada 250 mingta podpисчиги bor va unga zakazga video qilib berganman. Ikkinchisi bu ham ekspert, o'zining travel agensiyasi bor va travel agensiyaga videolar qilib berganman. Uchinchisini siz bilishingiz mumkin, bu Husayn Attar. Husayn aka meni o'quvchim va shu AI sohasini o'rgangan. To'rtinchisi bu Shahboz aka. Shahboz akaga ham men videolar va meni o'quvchim bo'lib kirgan. Beshinchisi bu mashhur bloger Azagraza. Aziz aka bilan ham biz ishlaganmiz. Keyin esa shu videolar menga juda ham ko'p proyektlar olib kelgan. Ularning ichida Ustoz AI, Qadam va yanada bu videolar menga 34 ming podpисчик olib kelgan. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu sifat past. Eng ko'p uchrashadigan xato bu sifat pastligi. Siz Instagramda ko'p AI videolarni ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, ko'p videolarning sifati past va u Instagramni musor qilib yuboradi. Ko'pchilik video va fotolarni format va sifati bilan to'g'ri ishlashni bilmaydi. Generatsiya paytida zo'r ko'rinadi, lekin skachat qilgandan keyin sifat yomonlashib ketadi. Tepada va pastda qora chiziqlar shu rasmga o'xshagan. Keyingisi bu zakaz yo'q. Trendlar va yangi AI videolar
Bu pul ishlash uchun yangi imkoniyatlar. Chunki shunaqa videolarga puli bor odamlarda talab ko'p va siz ularga bir marta qilib bersangiz, u odamlar tadbirkor, model, bloger, artist faqat sizdan har hafta zakaz qiladi. Lekin ko'pchilik klientlarni qanaqa topish va qiziqtirishni bilmaydi. Keyingisi bu tushuncha yo'q. Shu yangi video qanaqa qilinadi? Ya'ni mendan shunaqa yangi trend videolar yoki Lego trend video chiqdi va yangi videolar chiqsa, ko'pchilik buni qanaqa qiladi, qayerda qildingiz deb so'raydi. Chunki ular faqatgina bitta usulni o'rganib olgan. Lekin AI videolarni qilinishini bilsa, bir ko'rgandan tushunadi qadamlarini. Endi prezentatsiyani ikkinchi bo'limiga o'tamiz. Bu sistema. Sistema degani nima? Birinchisi bu unikal sfera va stil tanlash. Siz o'zingizni stilingizni tanlasangiz, bu sizga juda ham ko'p prosmotr va faqatgina sizni ekspertligingizni ko'rsatadi. Men namunalarni tayyorlab qo'ydim. Birinchisi bu History of Uzbekistan degan. Buni siz ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Amir Temur va tarix bo'yicha videolarni qo'yib boradi AI orqali va bu juda ham ko'p prosmotr yig'adi. Ikkinchisi bu Hugo Style. Hugo Style o'zini mana bu kiyimlari va modellari bilan juda ham mashhur bo'ldi va Instagramda ko'pchilik shuni orqasidan qaytaladi va shunaqa stil qilib undan keyin kiyimlarini sotdi. Uchinchisi bu Murat Fiyay, mani kanalim. Men o'zimni ekspertni stilini qurib kelyapman va bu juda ham menga yaxshi imkoniyatlar beryapti. Chunki menga ko'p ekspertlar murojaat qiladi va ular bilan ishlashni boshlayapmiz. O'zingizning stil va yo'nalishingizni kuchaytirsangiz, siz osongina nomer 1 bo'lasiz. Bu boshida vaqt va mehnat talab qiladi. Lekin bir oyning ichida to'xtamasdan har kuni Reels qo'yib borsangiz, bu sizga birinchi $1000 ni ko'zni yopib ochganday olib keladi va bu faqatgina boshlanishi. Keyingisiga o'tamiz, bu g'oyalarni adaptatsiya qilish. Kreativ g'oyalarni men sizga topishni hozir shu joyda o'rgataman. Birinchi misol, men Instagramda ko'p o'tiraman va menda shunaqa Reelslar chiqib qolsa va bu Reelsda men o'zimga qanaqadir qiziqarli narsa ko'rib qolsam, o'zimga adaptatsiya qilaman. Ya'ni men bu Reelsda men ko'rganman, ikkita sariq kiyimdagi odam bu odamni musorkaga otvorgan. Men shuni adaptatsiya qilib, yomon SMMchini tashlab yuboring, chunki AI paydo bo'ldi deb shunaqa adaptatsiya qildim. Keyingi misolga o'tamiz. Bu shu mashhur motion control videolari. Buni men qanaqa adaptatsiya qildim? Bu videolarni men amerikalik ekspertlarda ko'rib qoldim, lekin boshqa formatda va bunaqa qiziqarli emas edi. Lekin men ulardan ko'rib qolib, o'zimga shunaqa 3 tali format qilib chiqib, o'zbek blogerlarni qo'yib chiqdim va shunaqa qilib ko'p prosmotr yig'dim. Bu videoda ham men o'zimga adaptatsiya qilib, shu qizga almashtiradigan qilib, AI ishimizni olib qo'yadi deb video chiqardim. Yaxshi g'oyalar boshqalarni Amerika va Rus ekspertlarni kuzatishda keladi. Shu uchun Instada ularga obuna bo'lib, ularning ideyalarini o'zingizga olib ko'chirishning o'rniga yaxshilashtirib, adaptatsiya qilib, ya'ni o'zbek aktyor yoki o'zbek blogerlarni qo'yib, o'zbek tiliga perevod qilib va u video 80% sizda ham ko'p prosmotr yig'adi. Keyingisiga o'tamiz. Bu to'g'ri AI lar bilan foydalanish. Birinchisi bu prompt uchun ChatGPT yoki Cloud AI. Ikkinchisi bu rasm, Nano Banana yoki GPT Image. Uchinchisi bu video, VO3, Kling, Heigen, Seedance va hokazo modellar. To'g'ri AI ishlatish bu to'g'ri instrument bilan ishlashga o'xshagan. Siz lopatka bilan mixni qoqsangiz bu effektiv emas va bu uchun bolg'a eng qulay va tez. Shu uchun o'zingizni ishingizni noma'lum AI lar bilan ishlab azoblamang. Undan ko'ra sal bo'lsa ham pul ketirib, ishingizni osonlashtiradigan va sizga daromad olib keladigan AI ni sotib oling. Va yana bitta qoldi, bu portfolio va shaxsiy brend. Portfolio va shaxsiy brend orqali siz o'zingizning ishlaringizni sota olasiz. Siz o'zingizning ishlaringiz uchun pul olishingiz yoki reklama video qilib sotishingiz uchun portfolio yig'ishingiz kerak. Klient ishlaringizni sifatligini ko'rsa, u sizning narxingizni tushirmasdan srazu pul tashlab beradi. Shaxsiy brend qurish va Instagramga o'zingizning ishlaringizni qo'yib borishingiz bu eng zo'r portfolio. Odamlarga rekta chiqadi va klientlaringizga tashlab berishga qulay. Portfolioni yiqqandan keyin Instagramni yurg'izishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi bu bizneslarga taklif qilish.
ya'ni portfoliozni tashlab berasiz. Shunaqa videolarni qilishni bilaman va sizga shunaqa reklamli videolarni qilib, sizning sotuvlaringizni oshirishga yordam beraman deb yozasiz. Uchinchisi bu birinchi pay tajribaga ishlash. Ya'ni ko'pchilik hozir AI ni qilishni o'rganib olib, qimmat cheklarni aytadi. Ya'ni men o'zim qo'yadigan shu 500 ming, 700 ming, 1 million so'raydi. Bu to'g'ri emas. Boshida siz o'zingizning portfoliongizni yig'ib, tajribangizni ko'tarish uchun boshida 150 ming, 200 mingga video qilib turing. Shu bilan prezentatsiyamiz tugadi va men sizga o'zimning pro kursim haqida aytib beraman. Pro kursimda siz chuqurroq AI larni o'rganasiz va uning ichida men o'zim sizga yordam berib, AI videolarni qanaqa qilish, shu sistemani qanaqa to'g'ri ishlatish, rasmlar qilish, prompt qilish, video qilish, reklama videolar qilish, odamlarga nima yozish, odamlarga qanaqa taklif qilish va o'zingizning ishlaringiz uchun yaxshi daromad olishni o'rgataman va men sizni ekspert darajasigacha olib chiqaman. Siz AI Pro kursga kirgandan keyin 7 kunning ichida hammasini o'rganasiz. Lekin bu 7 kundan keyin chiqib ketasiz degani emas. Chunki siz meni kursimga kirgandan keyin meni kursimda qolasiz va chiqib ketmaysiz. Bu degani sizda faqatgina aktual bilimlar bo'ladi va yangi darslar qo'shilib boradi. Yanada kursning ichida siz gruppaga kirasiz. U AI Pro kontentchilar guruhi. Uning ichida sizga o'xshagan odamlar, lekin ekspert darajasigacha chiqqan odamlar bir-biri bilan har kuni tajriba almashib, bir-biriga yordam berib, shu AI sohasini o'rganadi. Pro kurs haqida batafsil ma'lumot va narxni bilish uchun pastdagi silkaga bosing.